Bodybuilding bo'yicha O'zbekiston mutlaq chempioni, Osiyo mutlaq chempioni, Jahon chempionati prizori, Mr. Olimpiya kumush medal sohibi. Men professional sportchi sifatida hammaga maslahat bergan bo'lardim. Har 3 oyda polniy analiz topshirish kerak. Men o'zim har doim ATD klinikasida topshiraman. Bu yerda analizlarni vaqtida, ya'ni qon topshirasiz, sirazi o'sha yerda tekshirib beradi. Assalomu alaykum hammaga. Men Hakimov Ro'zibek Temur Fitness klubida trener bo'lib ishlayman. Men 6 yildan beri trener bo'lib ishlab kelaman. 3 yildan beri ATT klinikasida analizlarimni, gormonlarimni tekshirtirib, sog'lig'imga befarq bo'lmasdan zaldagi yosh o'sib kelayotgan, ya'ni trenirovka qilayotgan bolalarga maslahatim, sog'liqlariga befarq bo'lmasdan gormonal narusheniyga e'tibor berib, tez analiz topshirishlarida maslahat beraman. Xo'p, gormonal narusheniya gormonlarni nima uchun tekshirishimiz kerak? Biz o'zbeklar palaparcha ovqat yeymiz, umuman ovqat tarziga, kunlik tartibga umuman rioya qilmagan holda ovqatlanamiz. Qovurilgan ovqatlarni ko'p yeganligimiz hisobiga xolesterin oshadi, qon quyuqlashadi. Qon quyuqlashganda kislorod, ya'ni yurakka kam yetib boradi. O'shalarni bilib, qonda jeleza bo'ladi. Jelezalarni bilishimiz kerak. O'shalar testosteronlar bor, erkaklik gormoni. Ularni bilib turishimiz kerak. Ya'ni erkaklik gormoni past bo'lsa, zalda xohish bo'lmaydi. Ertalab turganda lanch bo'ladi. Hech bolaga xohish bo'lmaydi. Sal narsaga arazlaydigan bo'ladi. Ya'ni erkak kishi hisoblanmaydi. O'sha gormonlarni narusheniya qilmasligi uchun analiz topshiriladi. Analiz обязательно kerak. Qaysi vitaminlar me'yorida, qaysi vitaminlar yetishmayapti, shularni bilishimiz uchun. Zalga keldingmi, oddiy odamdan ko'ra 2 barobar, 3 barobar energiya sarf qilinadi. O'sha energiyani qoplash kerak. Qaysi vitaminlar bilan tiklanadi organizm, qaysi vitaminlar bilan yaxshiroq kislorod yetib boradi, shularni bilishimiz kerak. Yurakka nagizga tushmasligi uchun qaysi vitaminlar kerak bo'ladi, shularni ham bilishimiz kerak bo'ladi. Men professional sportchi sifatida hammaga maslahat bergan bo'lardim. Har 3 oyda polniy analiz topshirish kerak. Hech bo'lmadi deganda 1 yilda 2 marta polniy analizga topshirib, qolgan vaqt 1 oyda 1 yoki 2 oyda 1, 2 ta 3 ta gormonga обязательно analiz topshirishlaringni maslahat beraman. Men o'zim har doim ATD klinikasida topshiraman. Bu yerda analizlarni vaqtida, ya'ni qon topshirasiz, sirazi o'sha yerda tekshirib beradi. Boshqa klinikalarga o'xshab qonni olib qolib, ertasiga yo indiniga sizlarga chiqarib bermaydi. Qonni oladi, sirazi qondagi moddalar o'zgarmagan holatda srochniy chiqarib berishadi. O'shaning uchun men o'sha ATT klinikasini ishonchli deb bilaman, sizlarga ham tavsiya beraman.